Ularga qarshi vakillarimiz Islombek Ismoilov jamoasi kurash olib borishadi. Avvalgi uchrashuvdan farqli ravishda asosiy tarkibda maydonga tushyapti. Qaraydigan bo'lsak, bizda faqat yoshlarimiz o'yinni o'tkazishadi. Uchrashuv start oldi. Keling endi jamoalar tarkibi bilan. Agimanov burchak zarbasini demak amalga oshirib beradi. Bu yerda yuqoridan uzatma bosh bilan zarba va darvoza ishg'ol etilmoqda. Ikkinchi qavatda yaxshi o'ynadi. 15-raqamdagi gol urishni uddalashdi 8-daqiqada. Xo'p, Ravshan Haydarov bunisi ham aslida yomon emas, ya'ni jamoa hisobda ortda qolayotganda kuchli raqibga qarshi qanday o'ynashimizni ham hozir ko'rib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Endi birinchi raqam Shohjahon Xayrullayev chap qanotga uzatma manziliga qadar yetib boryapti. Jarima maydoniga kirdik. Uzatma va zarba gol. Hisob tenglashyapti 1-1. Ajoyib kombinatsiya, bitta pas bilan hujumga chiqib ketdik va undan so'ng jarima maydoniga Narimonjon Ahmadjonov uzatmani amalga oshirib berdi. Abdug'afur Haydarovdan esa yakuniy zarba. 12 a'zosi Abdug'afur Haydarov hozir darvozani ishg'ol etishga muvaffaq bo'lyapti. Zo'r zarba yo'llaganda takroran ko'rishimiz mumkin. Diagonal uzatma Xayrullayevdan himoyachi Jan Sultan to'pni o'tkazib yuborgandi va bu yo'lga juda ham aniqlik bilan o'ynadi Abdug'afur Haydarov. Futbolchilar jismonan anchagina baquvvat, yelka-melka kurashlar, ikkinchi qavatdagi raqobatda yutib chiqishyapti. Endi yosh tafovutini ham aytib o'tdim baribir. Firdavs Abdurrahmonov Abdug'afur Haydarov yaxshi uzatmani amalga oshirib berdi. Keyingi pas ham yomon emas. Bo'sh qolgan darvoza, zarba yo'llaydigan futbolchi bormi? Bor. Darvozaga mixlab qo'ydi o'zi ham mana bu zarbasi bilan. Juda ham chiroyli gol. Himoyachilar yaratib bergan bo'shliqdan foydalanishga muvaffaq bo'lyapmiz. O'zi kombinatsiya yaxshi chiqqanda mana markazdan boshlandi. Barchasi Abdug'afur Haydarov keskinlashtiruvchi uzatmani amalga oshirib berdi. O'zi boshladi hujumni va mana bunaqa zarbasi bilan o'zi yakunlamoqda. Dubl muallifiga aylandi Abdug'afur. Bu yerda darvozabondan qaytgan to'p va Nurlan Ibrohimov ham garchi zarba yo'llash imkoniyati bo'lsa-da, yaxshiroq pozitsiyada turgan sherigiga bu imkoniyatni qoldirdi. O'xshash gollar juda kuchli zarbaga tayangan holda darvozani ishg'ol etdi. Ikki bora Abdug'afur Haydarov juda kuchli zarbalar bilan darvozani ishg'ol qildi. Birinchisida yuqori 9lik, ikkinchisida esa to'p to'singa tekkan holda darvozadan joy oldi va mana bu gol. To'pni egallagan zahoti aniq zarbasi bilan darvozani ishg'ol etmoqda. Qoyilchilar yo'l qo'ygan xatodan unumli foydalanib ketyapti. Endi bu yerda darvozabonni qo'shmasak ham bo'ladi. Xatoga himoyachi to'pni uzr so'rayman, takrorda biroz boshqacharoq ko'rindi. Darvozabon pas bergan, bu yerda assist amalga oshirgan, faqat avto assist, avtogol deymiz. Bu ham avto assist hozir. Yaxshi, Murtazoyev o'z vaqtida to'pdan qutuldi. Abdullayev 4 futbolchidan o'tib ketyapti to'p bu yerda. Nurlan Ibrohimov katta tezlik bilan himoyachini dog'da qoldirdi. Endi jarima maydoniga ham kiryapti. Nurlan, uning uzatmasi, zarba va to'p to'sindan qaytmoqda. Keyingi urinish himoyachilar qaytarishdi. Ketma-ket ikkita. Ramazan Karimov himoya va hujumni bog'laydigan futbolchi sifatida bugun a'lo darajada bajaryapti o'z vazifasini. Xayrullayev, Jumayev, Asilbek to'g'ri zarba yo'llayapti. Takroran ko'rishimiz mumkin. Barchasini yaxshi zarba bo'lganda. Yaxshi.
Markazga tomon yurilyapti. Zarba ko'rarmiz. Shunday bo'ldi. Oybek O'rmonjonov uning yaxshi zarbasi bor chap oyoqda. Buni Dinamada ham bir necha bor namoyish etdi. Sulton Askarov maydonga tushishga tayyorgarlik ko'ryapti Qozog'iston jamoasi safida. Yaxshi vaziyat, yuqoridan pas va Said Nurullayevning bosh bilan yo'llagan zarbasi noaniq. Hali Jaksilik biz esa vaziyatni takroran ko'rib olishimiz mumkin. Juda ham qulay imkoniyat edi. FIFA kunlarida U20 jamoamiz 2 bor qozog'istonlik raqiblarini, U21 raqiblarini mag'lub etishga muvaffaq bo'lishdi. Mana shunday tarzda Ravshan Haydarov uchun oktyabr oyidagi yig'inlar o'tmoqda. Natijalardan tashqari yo'q, hozir bunaqa narsa kerak emas. O'rtoqlik o'yini axir bu. Natijalardan tashqari futbolchilarni sinab olish, tekshirib olish uchun ham yaxshi imkoniyat bo'ldi bu maydonda. Do'stlar, xayrlashamiz. Muhammad Yorsoliyev o'yinni sharhlab bordi. Sport va Futbol TV telekanallarida esa qiziqarli uchrashuvlardan reportajlar davom etadi.